Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Zangiota tumanidagi o'yinchoq ishlab chiqarish fabrikasidamiz. Bu yerda bizga 1000 kvadratga yaqin bo'lgan rezervuarni gidroizolyatsiya qilib berishni iltimos qilishdi. Har doimgidek ishni biz rezervuarlarni yaxshilab, ichlarini tozalab olib, mana shu apolovkadan qolgan simlarni o'yib chiqib, olib tashlab, mana bu turbalarni hammasini ko'rganingizdek izolyatsiya qilib oldik. Ana undan keyin devorimizni barcha o'sha bo'shliqlarini va mana shu simdan qolgan teshiklarni hammasini biz Primxor degan materialimiz, ya'ni remotniy sostav deymiz, ana o'sha bilan yaxshilab suvab chiqdik. Bu ishimiz tugagandan keyin esa biz har doimgidek kuchli singuvchi Tekmadray Millennium degan materialimiz bilan butun devorimiz, polimiz, patologimizgacha 3 marta o'tib berdik. Va shu bilan ishimiz tugadi. Kimga ushbu xizmatlar kerak bo'lsa, marhamat murojaat qiling.